Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun hayotimizning eng muhim jihatlaridan biri, ya'ni internet va aloqa bilan bog'liq o'ta dolzarb masalani muhokama qilamiz. Hamma uchun, har bir oila, har bir tadbirkor, har bir fuqaro uchun o'ta muhim bo'lgan ma'lumotlarni beraman. So'nggi paytlarda ko'pchilikni qiynayotgan bir savol bor. Elektr ta'minoti uzilganda ham doimiy aloqada bo'lishning, internetdan foydalanishning iloji bormi? Ha. Endi bu imkoniyat mavjud va eng yaxshisi shundaki, bu bepul bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki aytadiganlarim sizning kundalik hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin. Muammoning mohiyati juda oddiy edi. An'anaviy ravishda bizning uyimizdagi yoki ofisimizdagi internet va aloqa tizimlari to'liq elektr ta'minotiga bog'liq edi. Agar elektr toki o'chsa, routerlarimiz ishlamay qolar. Mobil bazaviy stansiyalar ham zaxira batareyalarning quvvati tugagach asta-sekin uzilib qolar edi. Ko'pchiligimiz bu vaziyatni boshdan kechirganmiz. Kechqurun birdaniga chiroq o'chadi va bir necha daqiqadan so'ng telefoningizdagi mobil internet ham, uy interneti ham ishdan chiqadi. Keyin xabarlarni tekshirish, na yaqinlar bilan bog'lanish, na favqulodda vaziyatda yordam chaqirishning iloji bo'lmay qolardi. Bu qishloq joylarda ayniqsa og'ir kechar edi. Chunki u yerlarda elektr ta'minotidagi uzilishlar uzoqroq davom etishi mumkin. Bunday vaziyatda biz o'zimizni tashlab qo'yilgandek his qilar edik. Lekin endi vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumat tomonidan tasdiqlangan yangi dastur va texnologiyalar tufayli elektr ta'minotidan mustaqil, uzluksiz aloqa va internetga ega bo'lish imkoniyati yaratilmoqda. Bu nafaqat texnologik yutuq, balki ijtimoiy tashabbus hamdir. Chunki uning maqsadi har bir fuqaroni, ayniqsa qiyin vaziyatlarda aloqada qoldirishdir. Keling, endi bu dastur haqida batafsilroq gaplashaylik. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar bu imkoniyatdan foydalana oladi va kimlarga bu unchalik ham tegishli emas? Avvalo, shuni aytishim kerakki, bepul internet va aloqa degani mutlaq ma'noda hamma uchun va barcha holatlarda bepul degani emas. Bu dastur ko'proq ijtimoiy yordam xarakteriga ega bo'lib, birinchi navbatda aholining eng muhtoj qatlamlarini, shuningdek strategik ahamiyatga ega bo'lgan ba'zi hududlarni qamrab oladi. Kimlar uchun bu dastur dolzarb? Biring, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari. Bu toifaga nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz keksalar, davlat nafaqasida bo'lgan fuqarolar, ko'p bolali oilalar kiradi. Misol uchun tasavvur qiling. Qishloqda yashovchi bir oilada 5 nafar farzand bor. Ularning otasi mehnat migranti, onasi uy bekasi. Elektr toki uzilganida bolalar onlayn darslarga kira olmay qoladi. Ota-onalar esa bir-biri bilan bog'lana olmaydi. Bu dastur orqali ularga, masalan, har oy 10 gigabaytgacha bepul internet trafigi va 500 daqiqa mahalliy qo'ng'iroqlar uchun vaqt ajratiladi. Bu ularning ta'lim olishini, sog'lig'ini nazorat qilishini va eng muhimi, yaqinlari bilan aloqada bo'lishini ta'minlaydi. Ular uchun maxsus qurilma, ya'ni kichik quyosh batareyali router berilishi mumkin. Bu router elektr energiyasidan mustaqil ishlaydi va uy ichida Wi-Fi taqdim etadi. Ushbu qurilmaning o'rtacha narxi 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lishi mumkin edi, ammo ular uchun bepul beriladi. 2. Chet hududlardagi aholi va masofaviy ishlaydiganlar. O'zbekistonning ko'plab chekka qishloqlari mavjud bo'lib, u yerlarda elektr ta'minoti barqaror emas. Bu hududlardagi odamlar uchun barqaror aloqa juda muhim. Dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi fermerlar, masalan, ob-havo ma'lumotlarini olishi, bozor narxlarini kuzatishi yoki buyurtmalar qabul qilishi kerak. Tasavvur qiling, Surxondaryo viloyatining Olis tog'li hududidagi fermer har kuni elektr toki o'chishi sababli internetdan uzilib qoladi. U yangi agrotexnikalar haqida ma'lumot ola olmaydi. Mahsulotini sotish uchun e'lon bera olmaydi. Bu dastur doirasida ularga maxsus sun'iy yo'ldoshga asoslangan Starlink kabi, ammo arzonlashtirilgan mahalliy versiyasi aloqa tizimlari o'rnatilishi mumkin. Bu tizimlar o'z ichiga quyosh panellari va mustahkam batareyalarni oladi. Bu esa elektr toki bo'lmagan holda ham 24 soat davomida barqaror internet va aloqani ta'minlaydi. Ularga masalan oylik 20 gigabayt ma'lumot va cheksiz mahalliy qo'ng'iroqlar ajratilishi mumkin. Ushbu sun'iy yo'ldosh terminalining narxi dastlab 5 million so'mni tashkil etishi mumkin edi. Ammo ularga subsidiyalangan yoki butunlay bepul asosda beriladi. O't favqulodda vaziyatlar uchun zaxira aloqa. Bu dasturning muhim jihatlaridan biri albatta favqulodda vaziyatlarda ishlaydigan aloqa tizimlarini ta'minlashdir. Tabiiy ofatlar, masalan zilzilalar
sel toshqinlari yoki uzoq muddatli elektr uzilishlari paytida an'anaviy aloqa tizimlari ishdan chiqishi mumkin. Bu dastur doirasida shifoxonalar, tez yordam stansiyalari, qutqaruv xizmatlari va mahalliy hokimiyat organlari kabi muhim infratuzilmalar uchun alohida mustaqil aloqa kanallari ta'minlanadi. Misol uchun shifoxonada elektr toki o'chsa ham shifokorlar maslahatlar uchun boshqa mutaxassislar bilan video aloqa o'rnata oladi. Bemorlarning ma'lumotlarini tezkorlik bilan uzata oladi. Bu tizimlar o'zining mustaqil quyosh panellari va uzoq muddatli batareyalari bilan jihozlangan bo'lib, bir necha kun davomida elektrsiz ishlashga qodir. Ular uchun cheksiz internet va aloqa xizmatlari taqdim etiladi. Kimlarga esa bu dastur unchalik taalluqli emas yoki minimal foyda beradi. Asosan shaharlarda yashovchi, elektr ta'minoti barqaror bo'lgan, yuqori tezlikdagi internetga ulangan va o'z hisobidan sifatli aloqa xizmatlaridan foydalana oladigan aholi qatlami uchun bu dastur bevosita katta o'zgarish yaratmasligi mumkin. Ya'ni agar sizda doimiy elektr mavjud bo'lsa, uyda optik tolali internetingiz bo'lsa va mobil aloqangiz ham uzluksiz ishlasa, siz bu dasturning asosiy maqsadli auditoriyasi emassiz. Biroq shuni unutmaslik kerakki, elektr ta'minoti shaharlarda ham vaqti bilan uzilishi mumkin. Shuning uchun hatto shahar aholisi ham bu dasturdan to'g'ridan-to'g'ri foyda olmasa-da, bilvosita foyda olishi mumkin. Masalan, favqulodda vaziyatlarda aloqa markazlarini ishlash orqali. Endi esa ushbu dasturning ba'zi bir muhim jihatlari, istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslari haqida gaplashamiz. Hech bir tizim mukammal emas. Shuning uchun ba'zi cheklovlar va e'tibor berish kerak bo'lgan joylari bor. Bepul degan so'zga e'tibor qaratish lozim. Ko'pincha dastlabki qurilmalar yoki minimal paketlar bepul berilishi mumkin, ammo qo'shimcha xizmatlar yoki yuqori tezlikdagi internet uchun haq to'lash talab qilinishi mumkin. Masalan, sizga 1 gigabayt bepul berilgan bo'lsa, undan oshgan trafik uchun odatda standart tariflar bo'yicha to'lov olinadi. Yoki sizga berilgan qurilmani o'rnatish xizmati bepul bo'lsa-da, uni texnik xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash uchun ma'lum bir to'lov talab qilinishi mumkin. Bu yerda shuni unutmaslik kerakki, dastur qiyin vaziyatda qolganlarga asosiy ehtiyojlarni qondirish uchun mo'ljallangan, yuqori sifatli, cheksiz kontent iste'moli uchun emas. Ikkinchidan, geografik cheklovlar. Bu dastur butun mamlakat bo'ylab bir zumda joriy etilmaydi. U bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Dastlabki bosqichlarda eng chekka va muhtoj hududlar, shuningdek, strategik ahamiyatga ega obyektlar qamrab olinadi. Demak, sizning yashash joyingizga qarab bu xizmatdan foydalanish imkoniyatingiz hozircha cheklangan bo'lishi mumkin. Hukumat dastlabki bosqichda respublikaning Bozdan ortiq olis qishlog'ini va Epgenga yaqin ijtimoiy obyektni qamrab olishni rejalashtirgan. Keyingi 3 yilda esa bu ko'rsatkichni 500 qishloq va 200 obyektgacha oshirish ko'zda tutilgan. Shuning uchun sizning hududingiz qachon qamrab olinishini tekshirish muhimdir. Uchinchidan, qurilma mosligi va texnologiya. Bu tizimlar an'anaviy mobil aloqa yoki Wi-Fi tarmog'idan farq qilishi mumkin. Sizga beriladigan qurilmalar maxsus texnologiyalar bilan ishlaydi. Bu, masalan, past quvvat sarf qiluvchi radio to'lqinlar texnologiyasi, LoRaWAN yoki mini sun'iy yo'ldosh terminallari bo'lishi mumkin. Ba'zida hatto o'z smartfoningiz orqali ham to'g'ridan-to'g'ri ushbu tarmoqqa ulanish uchun maxsus ilova yoki konfiguratsiya talab qilinishi mumkin. Shuning uchun dastur doirasida sizga beriladigan yoki tavsiya etiladigan qurilmalardan foydalanish juda muhimdir. Eski rusumdagi telefonlar yoki internetga chiqish uchun moslashtirilmagan qurilmalar bu xizmatlardan to'liq foydalana olmasligi mumkin. 4-dan, adolatli foydalanish siyosati, fair usage policy. Dastur doirasida bepul beriladigan internet yoki aloqa xizmatlari haddan tashqari ko'p iste'mol qilinmasligi uchun ma'lum cheklovlar qo'yilishi mumkin. Masalan, agar sizga 10 gigabayt bepul trafik berilgan bo'lsa va siz uni bir kun ichida tugatib, doimiy ravishda yuqori tezlikda kino tomosha qilsangiz, tizim sizning tezligingizni pasaytirishi yoki qo'shimcha trafik uchun to'lov olishi mumkin. Bu albatta resurslarni barcha foydalanuvchilar o'rtasida adolatli taqsimlash uchun qilinadi. Shuning uchun sizga ajratilgan limitlarni tushunish va ulardan oqilona foydalanish muhimdir. 5-dan, ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik. Har qanday yangi aloqa tizimida bo'lgani kabi, bu dastur doirasida ham ma'lumotlar xavfsizligi masalasiga jiddiy e'tibor berish lozim. Hukumat bu tizimlar xavfsizligini ta'minlash uchun yuqori darajadagi shifrlash
va himoya choralari qo'llanilishini ta'kidlaydi. Biroq foydalanuvchilar ham o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun ehtiyotkor bo'lishlari, shubhali havolalarga kirmasliklari va notanish manbalardan ilovalar yuklamasliklari kerak. 6-dan byurokratik jarayonlar. Bepul xizmatlardan foydalanish uchun albatta ma'lum hujjatlar taqdim etish va ariza topshirish talab qilinadi. Bu jarayonlar ba'zida vaqt talab qilishi mumkin. Bu borada mahalliy hokimiyat organlari yoki aloqa xizmatlari ko'rsatuvchi kompaniyalarning vakolatxonalari orqali murojaat qilish kerak bo'ladi. Sabr toqatli bo'lish va barcha kerakli hujjatlarni to'g'ri taqdim etish muhimdir. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Xo'sh, siz bu bepul internet va aloqa xizmatlaridan foydalanish uchun nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Bir o'zining maqomiga mos kelishini tekshiring. Birinchi navbatda, siz ushbu dasturga loyiq bo'lgan toifaga kirishingizga ishonch hosil qiling. Sizning oilangiz kam ta'minlanganlar ro'yxatida bormi? Sizda nogironlik bormi? Yolg'iz keksa yoshlimisiz? Yoki yashash joyingiz hukumat tomonidan belgilangan chekka hududlar ro'yxatiga kiritilganmi? Bu ma'lumotlarni o'zingizning mahallangizdagi mahalla fuqarolar yig'inidan, tuman, shahar bandlikka ko'maklashish markazlaridan yoki ijtimoiy himoya bo'limlaridan olishingiz mumkin. Ba'zida mahalliy hokimiyat saytlarida ham bunday ma'lumotlar joylashtiriladi. Masalan, siz Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidagi bir qishloqda yashayotgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib tuman hokimligining rasmiy veb saytiga kirib, aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash dasturlari bo'limini ko'rishingiz kerak. Yoki bevosita tuman ijtimoiy ta'minot bo'limiga tashrif buyuring. Kerakli hujjatlarni to'plang. Agar siz dasturga loyiq bo'lsangiz, keyingi qadam hujjatlarni yig'ishdir. Odatda quyidagilar talab qilinadi. Pasport nusxasi, fuqarolikni tasdiqlovchi hujjat, yashash joyidan ma'lumotnoma, propiska yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tganlik haqidagi hujjat, oilaning tarkibi va daromadlari haqidagi ma'lumotnoma kam ta'minlangan oilalar uchun. Bu hujjatni mahalla fuqarolar yig'inidan olishingiz mumkin. Nogironlik haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa, nafaqaxo'r guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, bolalar soni haqida ma'lumotnoma, ko'p bolali oilalar uchun. Ba'zida o'zingizning aloqa ehtiyojingizni asoslab beruvchi qisqacha ariza yoki murojaat xati ham talab qilinishi mumkin. Ariza topshirish joyi. Hujjatlarni to'plagach, arizani qayerga topshirish kerakligi aniqlashtiriladi. Bu jarayon turli hududlarda va turli sharoitlarda farq qilishi mumkin. Mahalla fuqarolar yig'ini ko'pincha dastlabki arizalar aynan mahallalarda qabul qilinadi. Mahalla raisi yoki uning o'rinbosari sizning arizangizni ro'yxatga olib, tegishli idoralarga yuborishga yordam beradi. Ijtimoiy himoya bo'limlari. Tuman, shahar ijtimoiy himoya bo'limlari ham ushbu dasturga oid arizalarni qabul qilishi mumkin. Ular hujjatlaringizni ko'rib chiqib, sizning maqomingizni tasdiqlash uchun mas'ul. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining hududiy bo'limlari. Ba'zi hollarda aloqa xizmatlari bilan bog'liq bo'lgani uchun bevosita ATKRVning mahalliy vakolatxonalariga murojaat qilish talab qilinishi mumkin. Ular sizga maxsus qurilmalar berish va ularni o'rnatish bo'yicha ko'rsatma berishadi. Onlayn portallar. Hukumat tomonidan ishga tushirilgan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.gov.uz orqali ham elektron ariza topshirish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bu eng qulay usul bo'lib, uydan chiqmasdan arizani yuborish imkonini beradi. Portalda bepul internet va aloqa uchun ariza kabi bo'limni qidirishingiz kerak. 4. Arizani to'g'ri yozish. Agar sizga yozma ariza topshirish talab qilinsa, unga quyidagilarni kiritish lozim. Murojaat qilinayotgan idora nomi, masalan, tuman ijtimoiy himoya bo'lim boshlig'iga sizning to'liq ism-sharifingiz, manzilingiz va telefon raqamingiz, dasturdan foydalanish sababingizni qisqacha bayon etish, masalan, elektr uzilishlarida farzandlarimning onlayn ta'lim olishini ta'minlash maqsadida yoki favqulodda vaziyatlarda tezkor aloqada bo'lishim uchun kerakli hujjatlar ro'yxati, ilova qilinayotgan hujjatlar nomi, sana va imzo. 5. Qurilmani o'rnatish va faollashtirish. Arizangiz tasdiqlangach, siz bilan bog'lanib, maxsus aloqa qurilmasini berishadi va uni o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Ba'zi hollarda texnik xizmat ko'rsatuvchilar sizning uyingizga kelib, qurilmani o'rnatib berishlari mumkin. O'rnatilgandan so'ng tizimni faollashtirish uchun bir necha oddiy qadamlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Bu haqida sizga batafsil ma'lumot beriladi. Odatda
Bu qurilma elektrsiz ishlashi uchun quyosh energiyasidan quvvat oladi. Shuning uchun uni quyosh nuri tushadigan joyga joylashtirish muhimdir. 6. Texnik yordam va muammolarni hal qilish. Agar qurilma bilan bog'liq muammolar yuzaga kelsa, xizmat ko'rsatuvchi kompaniyaning texnik yordam xizmatiga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga masofadan turib yordam berishlari yoki zarur bo'lsa, mutaxassislarni yuborishlari mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, elektr ta'minotisiz bepul internet va aloqa imkoniyati haqiqatan ham bizning qo'limizga kirishni boshladi. Bu nafaqat texnologik taraqqiyotning mevasi, balki davlatimizning aholi farovonligi haqida qayg'urishining ham yorqin namunasidir. Bu yangilik ayniqsa qiyin sharoitlarda yashovchi, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, olis hududlar aholisi uchun hayotiy ahamiyatga ega. Bu imkoniyatdan foydalanish uchun aktiv bo'ling. Zarur ma'lumotlarni to'plang va belgilangan tartibda murojaat qiling. Agar siz ham bu dastur haqida boshqa ma'lumotlarga ega bo'lsangiz yoki o'z tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham juda foydali bo'ladi. Videomiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.